Assalomu alaykum. Yana 2022-yil ishlab chiqargan Cobalt topib oldik. Dumalagan. Ko'rinchi pakamina gazlari. Motor holatlari butun. Ko'rinchi pastda avtomat 110 ga yurgan. Salon holatlari aybaklar o'tmagan. 110 ga yurgan. Katta tezlikda dumalab ketgan mashina. Bitta shu bagajni solib qo'ygan. Qolgan hamma detallar bachag'i bor. Buzilib ketgan tona. Bemalol haydab ketsa bo'ladigan holatda. Kimda shunaqa avarniy pachon mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi narxlarda baraka qilamiz.